Mahkam Sodiqjon. Men 1966-yilda tug'ilganman. Men menga viloyati Norin tumanidan keldim. To'da qishloqda. Bel oyoq ushlab qoldi. Oyoqni bosolmay qolib keldim. Necha yil og'ridingiz kasallik bilan? Boshlanganiga 1,5 yil atrofida bo'ldi. Og'riq juda kuchli edi. Asosan og'riq qaysi oyog'ingizda? Chap oyog'imda uyushish, og'riq chap oyog'imda edi. Mana yurishim yaxshi, xudo ursin. Qaqilmay so'nmay yuryapman. O'zimga o'xshagan demaylarga, bemorlarga mana shu yerga kelib davolanishga tavsiya qilaman. Doktorlarimizga gap yo'q, rahmat. Hammasi sog' bo'lsin. Ishlarga omad bersin. Qo'llar bundan ham yengil olsin.